Biroq ko'nglimda boshqasi bor. Doim uni sevganman. Bir umr sevib qolaman. U ayolga aslo xiyonat qilmayman. Unga xiyonat qilmaslikni tanlab, shu qarorni sevib yashab kelmoqdaman. U qalbimda bor ekan, boshqasiga eshik ocha olmayman. Ammo Elif endi yo'q-ku. Elif men uchun bir xil. Men ancha yillar Elifning yonida emas edim, lekin u meni sevdi. Endi u meni yonimda yo'q. Uni sevishdan voz kechishim uchun nima o'zgardi? Ammo u endi qaytib kelmaydi. Bu qaytib qovushmaymiz degani emas. U oldimga kelmasa, men uning yoniga boraman.